Alisa, завтракка овсянкani yesa yaxshimi, yo'qmi? Ovsyanka bu juda foydali va mazali nonushta. Uni sut yoki suv bilan tayyorlash mumkin, ustiga meva, yong'oq yoki asal qo'shishingiz mumkin. Ovsyanka oshqozon uchun yengil va energiya beradi. Agar sizga retsept kerak bo'lsa, ayting, men sizga yordam beraman. Yo'q, retsept kerak emas. Alisa, lavlagi soki Alisa, lavlagi soki полезныйmi, yo'qmi? То есть foydalimi, yo'qmi? Lavlagi soki juda foydali hisoblanadi. U tarkibida temir, kaliy, magniy, vitamin C va guruhidagi vitaminlar bor. Lavlagi soki qon aylanishini yaxshilaydi, immunitetni mustahkamlaydi, jigar va buyraklarga foydali ta'sir ko'rsatadi, shuningdek terini yoshartirishga yordam beradi. Uni ertalab och qoringa ichish tavsiya etiladi, lekin me'yorida iste'mol qilish kerak, chunki ortiqcha ichish oshqozonni bezovta qilishi mumkin. Alisa, Lolani qo'shig'ini qo'yib ber, bilmaysan qo'shig'ini. Lolani qo'shig'ini yoqmoqdaman. Yo'q, Alisa, stop, bu qo'shiq emas. Bilmaysan degan qo'shiq, adashmasam shunaqa edi. Lola bilmaysan qo'shig'ini yoqmoqdaman. Agar bu qo'shiq so'zlarini bilsalaringiz, kamini kommentariyaga yozib ketinglar. Agar sizlarga ham yoqsa, Lolani отметка qilib ketinglar.